Odamzod tarixi mobaynida har bir inson amalga oshirishni orzu qilgan kimyoviy reaksiya qaysiligini bilasizlarmi? Temirni oltinga aylanishi desam, sizlarga Amerikani ochmasam kerak. Bu misli ko'rilmagan hodisa faqatgina 20-asrga kelib amalga oshdi. To'g'rirog'i, bu orzuni amalga oshirishi imkonini beradigan yadro reaksiyalari kashf etildi. Qadimiy bilim egalari, al-kimyogarlar o'rnini olimlar va ularning talabalari, falsafa toshi o'rnini uran elementi egalladi. Yaxshilab joylashib olinglar. Bugun yadro energetikasining markazi bo'lgan uran va zanjir reaksiyalarini ko'rib chiqamiz. Tarixdagi eng birinchi yadro reaksiyasi o'tgan asrning 20-yillarida Angliyada Rezerford guruhida amalga oshirildi. Unda azot elementidan kislorod atomi sintez qilindi va shu bilan birga yadroning ichida joylashgan proton zarrachasi kashf etildi. O'tgan asrning 30-yillariga kelib, fizika tarixida muhim burilish sodir bo'ldi. Angliyalik boshqa bir jamoa litiy atomini proton zarrachalari bilan bombardimon qilib, uni ikkita geliy yadrosiga ajratishga muvaffaq bo'lishdi. Lekin bu jarayon juda murakkab va katta energiya talab qildi. Protonlar musbat zaryadga ega bo'lganiga, ularni juda katta tezlanish bilan nishonga otish kerak edi. Nishonda boshqa proton zarrachalarini o'z ichiga olgan yadro bo'lgani sababli bu zarrachalar bir-biridan katta elektrostatik kuch bilan itarilgan. Xuddi shu vaqtda yana angliyalik olim James Chadwick yadro ichida protonlar bilan birga joylashgan zaryadsiz zarrachani, neytronni kashf etdi. Bu butun yadro fizikasida muhim ahamiyatga ega bo'ldi. Chunki neytronlar zaryadsiz bo'lgani bois yadroning elektrostatik qarshiligidan bemalol o'tib, kichkina tezlikda ham yadro ichiga kirib borishi mumkin edi. Oradan ko'p vaqt o'tmay fransiyalik olimlar muayyan elementlar alfa zarralar bilan bombardimon qilinsa, tabiatda uchramaydigan sun'iy radioaktiv elementlar yoki radionuklidlar hosil bo'lishini aniqlashdi. Bu radionuklidlar aniq qoidalar asosida parchalanib, har xil nurlanish chiqarish qobiliyatiga ega edi. Bu hodisa olimlarga yadroviy o'zgarishlarni chuqurroq o'rganish imkonini berdi. Endi radioaktivlik nafaqat tabiiy holat, balki laboratoriyada sun'iy yaratiladigan jarayonga aylandi. Bu orada mashhur italiyalik olim Enrico Fermi sahnaga chiqdi. U endi alfa zarracha yoki protonlar o'rniga neytron zarrachalarini qo'lladi. Uni tadqiqotlari shuni ko'rsatdiki, neytron bilan bombardimon qilish yadro reaksiyalarini ancha samarali qilishi mumkin edi. Fermi va uning jamoasi termal yoki sekin neytronlar uran bilan reaksiyaga kirishganda juda noyob mahsulotlar hosil bo'lishini kuzatishdi. Ularning tahliliga ko'ra, bu mahsulotlar oddiy izotoplar emasdi. Lekin ular yadro o'z-o'zidan bo'linishi mumkin degan xulosaga hali kelishmagandi. To'g'ri xulosani endi Berlinda berishdi. Otto Gahn va Fritz Strassmann uranni neytronlar bilan bombardimon qilib, hosil bo'lgan mahsulotlarni sinchiklab o'rganishni boshlashdi. Ular reaksiya jarayonida ancha yengil bo'lgan bariy elementi paydo bo'lganini aniqlashdi va buni faqat yadro parchalanishi bilan tushuntirish mumkin degan xulosaga kelishdi. Bu yangilikka izohi Shvetsiyada berildi va bu izohga ko'ra reaksiya davomida neytron yadro tomonidan yutilgan. Bu bo'lsa yadroni kuchli tebranishga olib kelgan va u ikki qismga bo'lingan. Shvetsiyalik olimlar bu bo'linish jarayonida chiqadigan energiyani hisoblab, tajribalar orqali tasdiqlashdi. Aytgancha, Einstein 1905-yilda yozgan mashhur tenglamasini amaliy qo'llanilishi aynan shu tajribalarda sodir bo'ldi va bu tenglama to'g'ri natija berdi. Asr boshida ilgari surilgan fikr bor yo'g'i 34 yil o'tib o'z tasdig'ini topdi. Uni ustiga bu nazariyani taklif qilgan Einstein hali hamon hayot edi. Ilm-fan olamida bo'lsa, bu juda kam uchraydigan holat hisoblanadi. Keyingi tajribalar yadro bo'linishi natijasida nafaqat katta energiya, balki boshqa qo'shimcha neytronlarni ham chiqishini isbotladi. Bu kashfiyot olimlar uchun yana yangi savol tug'dirdi. Agar yadroni bo'linishi natijasida bittadan ko'p neytron chiqayotgan bo'lsa, ular boshqa yadrolarga urilib, yana yangi bo'linishlarni boshlashi mumkinmi degan savol.
Javob bo'lsa ijobiy bo'ldi. Bu zanjir reaksiyasini yuzaga keltirishi mumkin edi. Shu o'rinda nega bu jarayon zanjir reaksiyasi deb aytilishini bir og'iz yoritib ketamiz. Zanjir tuzilish nuqtai nazaridan bir-biriga boylangan qismlardan tashkil topgan va zanjirni bitta qismini harakatga kelishi o'z-o'zidan boshqa qismlarni ham harakatga olib keladi. Masalan, kemadan tashlangan langar. Faqatgina langarni o'zini suvga tashlanishi bog'lanib turgan butun zanjirni harakatga keltiradi. Atom fizikasidagi zanjir reaksiyalari bitta yadroni parchalanishi natijasida doimiy reaksiyalar oqimini hosil qilishi mumkin. Agar bunday jarayon nazorat ostida bo'lsa, u energiyani ishlab chiqaradi. Agar nazoratsiz bo'lsa, halokatga olib kelishi mumkin. Ilmiy nuqtai nazardan bu zanjir reaksiyasini o'rganilishi juda katta qiziqish uyg'otdi. Keyingi kuzatuvlar shuni ko'rsatdiki, uranning har xil izotoplari har xil darajada zanjir reaksiyalarida qatnashadi. Bo'linish kamyob bo'lgan uran 235 izotopida uran 238 ga nisbatan ancha oson sodir bo'ladi. Bundan tashqari, aynan uran 235 sekin neutronlarni faolroq yutadi va zanjir reaksiyasini samaradorligini oshiradi. Uran 238 bo'linishi uchun faqat tez neutronlar kerak bo'lib, uni ustiga bu reaksiya faqat bittagina neutron chiqishiga sababchi bo'ladi. Bu fikr Amerikada tajribalar orqali tasdiqlandi. Tajribalar natijasida fizika va texnologiyada yangi moderator tushunchasi paydo bo'ldi. Endi moderator neutronlarni sekinlashtiradigan materialga aylandi. Masalan, suv yoki grafit eng birinchi sekinlashtiruvchi sifatida amaliyotda qo'llanildi. Fermi guruhida ushbu g'oyalar amaliyotga joriy etildi. Ular uran va moderatorni maxsus tartibda joylashtirish orqali nazoratli zanjir reaksiyasini yuzaga keltirish mumkinligini ko'rsatishdi. Bu yadro reaktorining asosi bo'lib, bo'linishi boshqariladigan tarzda olib borish, neutronlar oqimini tahlil qilish va yadroviy sistemalarni chuqur o'rganish imkonini berdi. Bu paytda Yevropada yana bitta muhim nazariya paydo bo'ldi. Germaniyalik olimlar agar uran 238 neutron zarrachasini yutsa, u yangi elementga, element 94 ga, keyinchalik plutoniy deb ataluvchi radioaktiv moddaga aylanishi mumkinligini isbotlashdi. Bu element ham bo'linishi juda samarali boshlashi mumkinligini ko'rsatishdi va hatto buni amalga oshirish uchun patent arizasini topshirishdi. Keyingi kashfiyot bo'lsa, yana bitta muhim tushunchani kiritdi. Zanjir reaksiyasini boshlash va uni davom ettirish uchun zarur bo'lgan uran 235 minimal miqdorini kritik massa deb nomlashdi. Uzluksiz zanjir reaksiyasi qanday sharoitda yuzaga kelishi mumkinligini avvalambor nazariy hisob-kitob qilinib, turli shakl va modda zichliklari orqali kritik massa miqdori topildi. Shuningdek, neutron yutuvchi materiallardan foydalanib, reaksiyani boshqarish g'oyasini amaliy jihatdan namoyon qilishdi. Bu tamoyil hozirgi yadro elektr stansiyalarida asosiy boshqaruv mexanizmi hisoblanadi. Natijada 1940-yillarga kelib, neytronni kashf etilishidan boshlab sun'iy radionuklidlarni hosil qilishgacha izotoplarni xatti-harakatini o'rganishdan zanjir reaksiyalari va moderator tushunchalarigacha bo'lgan ilmiy taraqqiyot chuqur asosga ega bo'ldi. Fiziklar endi nafaqat kuzatish, balki atom ichidagi hodisalarni boshqarish, yangi elementlar yaratish, reaksiyalarni muvozanatlash hamda ularni energiya manbai sifatida o'rganish imkoniyatiga ega bo'lishdi. Bu kashfiyotlar shunchaki ilmiy natijalar emas, balki ular tabiat tilining eng chuqur qatlamlarini anglash, eng kichik zarrachalari ichidagi ulkan kuch va murakkablikni ochib berish edi. Zanjir reaksiyasi bu jarayonni fizik ifodasi bo'lgani qolmay, balki ilm fanni o'zi qanaqa ishlashini anglatardi. Bir fikr boshqasiga sabab bo'ladi. Bir kashfiyot yangi izlanishlarni boshlaydi. Xuddi neutronlar bitta yadrodan boshqasiga o'tib, yangi bo'linishlarni boshlagani kabi. Bu bo'lsa, nafaqat ilm olamini, balki butun dunyo manzarasini o'zgartirib yubordi. E'tiboringiz uchun rahmat. Izohlar bo'limida o'z fikringizni yozib qoldiringlar. Yonida yana qanaqa ilmiy mavzu qiziqligini ham yozinglar. Balki aynan sizning fikringiz keyingi video mavzusi bo'lar. Yana Fantech kanalida ko'rishguncha